Muhabbetimiz bizni taşlayotganımız tağımı çaylıqdan bir küzü köstüp qo'ylaninki. Bir adam sizning achchig'ingizni keltirsa, sizni qo'yversa, sizni undaq qilversa, mundaq qilversa, onunğa yo'l qo'ygin. Onunğa minnatdorlik bildirgin. Onundan yiroqlashgin, uni kechirayotgin. Bir mezgil o'tgandan keyin o'sha odamga qarab boqqin. Qilgan ishi u odamga yenib ketdi, sen yo'qotgan narsa sana yana qaytib ketdi deb. Chunki eski odam bilan yaxshi odam bir yerga kelsa, kim ziyon tortsa? Eski odam. Voy, yaxshi odam ziyon tortdi. Chunki eski odam yaxshi odamni yeyib tutdi shundaqmi? Endi sizlarcha yaxshi odam oshqin ulamda? Yo'q. Ha, eski odam yaxshi odamni yeydi. Eski odamni loteya yeydi. Ondan keyin yaxshilikni yana bizga qaytadan ma'lum bir xil usul orqali bizga qaytirib berdi degan gap ko'pchilik. Şuna başqa açığınlı kaldıysa azaplanmanlar, ko'nglingizni yarım qilmanglar, mag'lub bo'lsanglar, ayrılıp ketsanglar, chiqib qanday qiyinchilik kelsa, hammani yolg'on deb bilinglar. Mushu qiyinchilik cho'qim sildiki zehninglarni qo'ritishi mumkin, uningga ziyonkashlik qilishi mumkin, buningga beqanday qilishi mumkin, lekin sizga taxmi yaxshi narsani qaytirib berdi. Tushundingizmi? Tushundim. Shuni men bir ishni bak yaxshi ko'raman. Bu bo'lsa-mu jang e'lon qilishni bak yaxshi ko'raman. Men kichik qiyinchilikni ko'zga ilmayman. Cho'ngroq qiyinchilik bo'lsa ekan deb shuni izlayman. Chunki qiyinchilik qancha cho'ng bo'lsa, to'layotgan badal shuncha cho'ng bo'ldi, to'lagan badal shuncha cho'ng bo'lganda sizning erishgan natijangizmi shuncha ko'p bo'ldi degan gap. Shuni bugundan tortib qiyinchilik kelsa, qiyinchilik sizlarni bosib o'talaydi, qiyinchilik sizlarni yana o'rniga ko'tarib o'talaydi. Masalan, bir oq ko'ngil odamdan birisi safarga chiqqanda eshak o'rg'ishib ketgan o'rakka. O'rak chiqib ketgandan keyin hamda eshak bak chiqqan, eshakni ko'tarib ololmay, og'amchilab olmay, u dehqon eshakni tashlab qo'yib safarga mingivermoqchi bo'lgan. Hamda eshakka ichi og'rib shundami? Agarda yana bir odam kelib ishga chiqib ketsa qandaqdi deb, "Ma o'rakni kim o'tay" deb to'pni tashlagan o'rakka. Top tashlagandan keyin bosh top tashlaganda eshak hangrab ketgan. Deb hangrab ketgandan keyin bir mezgil top tashlab qo'ygandan keyin eshak jimjitlab qolgan. Undan keyin dehqon voy, "Ma eshak ulab qolgan chig'va" deb heliqi eshak qolib qolgan. Eshak qolgandan keyin eshak bir harakatni eshak qolsa eshak ustiga ulab qolgan gap hamda o'raknincha. Voy, bu eshak nima ish qilibdi deb topini tashlab turib eshak qolib turgan. Qalab turganda eshakning kallasiga to'p tushgan gadinga. Tushgandan keyin badanni bir silkiyotgan, undan keyin to'pini dastigan. Undan keyin to'pini tashladi, badanni silkidi, dastida, to'pini tashladi, badanni silkidi, dastida. Undan keyin eshakni qutuldirib chiqqan. Bu eshak bilan yana birlikda safarga o'tib ketgan. Men har vaqt qiyinchilik yo'liqqan vaqtda mushu hikoyani o'zimga so'qat qildim. Men hatto o'sha eshakdami bilanmanman. Qiyinchilik bizni kim o'talaydi? Agar eshak jim turgan bo'lsa, kim o'tib tashlaydi shundami? Undan eshak qanday qildi? Qiyinchilikni ko'tarib olib yerga tashlab, gum dasab qiyinchilikni ana-manasi qo'yib o'tib, undan keyin oldiga qolib, mana shunda-ku. Unda men mush eshakdan bilanmanman. Mush qiyinchilikdan qo'rqdimmi men? Mush ishni qilolmadim men. Deb kila deb lakin mana shu qiyinchilikni olib yerga das o'tib ketdim. Lekin sizlar qanday qilsizlar? Oila besimi, u besimi, muhabbet besimi, pul tepish besimi, u besimi, hammani gadanga yudib tursizlar. Shu men deyman, tash o'tinglar, das o'tinglar yerga. Ana-manasi qo'yayotganlar qiyinchilikni. Bilamda? Qiyinchilik o'tmaylar, qiyinchilik sizni das o'talaydi. Lekin qiyinchilik yana sizni to'piga ko'taralaydi, sizni oldiga mang'uzalaydi. Shu qiyinchilik qo'shirgan vaqtinglarda adashlaringlar dash so'ziga turgan joyga mushu hikoyani so'zlab beraman. Adash bir tal eshak bilan bir dehqon ekan. Bunda olibgan o'rak uchib ketibdi, to'pi uchibdi. Sen eshakdan bilamansan. Eshak janda qiyinchilikni yerga tashlab dash so'zibdi. Bizmi dash so'zdilar qiyinchilikni. Muhabbetimiz bizni tashlayotganimiz tag'mi choyliqdan bir deb ko'zib qo'ylaning ekan. Tushunaman?